Yo, obunachilar, assalomu alaykum. Mana shunaqa elektromobillarni sizlarga tabloni ulashi, mana bunaqa tablolarni ulashni ko'rsatib qo'yamiz. Qanaqa holatda ulanishi, qanaqa holatda to'g'ri ulanishini hammasini tushuntirib o'tamiz. Tez, oson. Mana bu tabloyimiz hamma holatda bir xil. Hamma holatda bir xil bo'ladi. Mana ulashimiz. Sizga qo'ying. Xo'p. Mana plus, mana minus. Bir xilda qorada keladi, bir xilda yashilda keladi. Mana plus minus simma teg'izsanglar mana tablo yonadi. Endi mana qaranglar, qolgan simlari. Mana plus bo'ladigan bo'lsa, mana yondi, yongandan keyin mana doполнительный, misol ko'k sim uladim. Masalan, sizlar ko'rinadigan qilaylik. Mana doполнительный ko'k sim uladim. Ko'k simni ulaydigan bo'lsangiz, mana farasi yonyapti. Ko'rdinglarmi fara? Mana faraniki. Xo'p. Qovoq rang sim, sabz rang sim mana. Uni ulaydigan bo'lsanglar, поворотный chapga yonyapti. Xo'p, sariq ulaydigan bo'lsanglar, mana speedometr. Skorost ko'rsatadi. Mana skorost ko'tarib tushirayotgani uchun tushunsanglar bo'ladi. Mana och ko'k rang, mana поворотный o'ng tarafga. Mana o'chib yonadi. Oddiygina ulash usuli. Keyin mana bunaqa narsa, mana bunaqa shtekir bor. Kimdaki 5 ta akkumulyator bo'ladigan bo'lsa, ulangan holatda turadi. Agar 4 ta yoki 6 ta akkumulyator bo'ladigan bo'lsa, uzilgan holatda turadi. O'shanda to'g'ri ko'rsatadi tablo. Rahmat, like, podpiskani esdan chiqarib qo'ymanglar. U like podpiskadan bizga foyda yo'q-u, odamlarga yordam bo'lsin degan maqsadda.